Bu choynakdan ko'pchilik oilalarda topiladi, chunki vaqtida rosa moda bo'lgan. Choy damlaganingizdan keyin ichi sarg'ayib, nima qilsangiz ham ketmayaptimi? Choydan yomon hid va ta'm kelyaptimi? Ikkinchi jahon urushida qatnashgan bu choynagimni tashlab yuborishga baribir ko'zim qiymaydi. Kelinglar, yaxshisi osongina usulda oppoqini tozalashni o'rgatib qo'yaman. O'tgan safar tozalaganimda videoga olish esimda ham yo'q edi, chunki bunchalik chiroyli samara kutmaganman. Bu safar obdon kir qildim va ko'p rahmatlar eshitish uchun mana shu videoni oldim. Choynak ichiga 2 osh qoshig'ida bavi kukunidan solamiz. Ustidan hozirgina qaynab chiqqan qaynoq suv quyamiz. Judayam tez reaksiyaga kirishadi. Bu jarayonni o'ziyoq odamga zavq bag'ishlaydi. Shu holida 10-20 daqiqacha qoldirilgach yuvib olinadi. Suvni rangini ko'ryapsizmi? Xuddi achchiqqina qilib choy damlanganga o'xshaydi. Mana natija-yu ana natija. Kuch ishlatmasdan kam xarjgina usul bilan mana shunday ko'rinishga keltirdik. Bavini grammi kamlari bor, adashmasam 10 ming turadi. Yengilgina yuvib olamiz va yana har doimgidek ishlataveramiz. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Like va kommentariy kutib qolaman.